Assalomu alaykum aka-toylar. Mana Andijon mebellar udari. Ispaniya garnitur. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Borib o'rnatib qo'yib beramiz. Ispaniya garniturlar kerak bo'lsa, qo'ydaverasizlar. Mana yumshoq matraslari ham. Mana mebellar ko'ryapsizlar. Mana high-tech usulda qilib qo'yibdi aka-toylar. O'zi bitta ukamizning ishi bor edi. Ishi zo'r. Ish bo'lsa kerak desam, bu ham emas ekan. Bunisi ham emas ekan. Mana shu ishlarni ko'ringlar. Yo'qsa qo'ydaverasizlar. Zillatib olib beramiz. Ukamizning ishi bo'lardi. Shuni topolmay halayman. Nomerini qo'yib beraman. Mana 91 488 8606. Telefon qilsanglar bo'laveradi. Mana shu ish. Короче, 3 ta nimasi bor? Shpaneri. Mana unaqa seyflari ham bor. Ochiladi kalitlar bilan. Ayolniki, erkakniki kiyimlari, mana mo'lari ham zo'r, vakuumli. Svetini o'zgartirsa bo'ladi. Mousining ichi sonda bo'ladi. Mana. Ochiladi. Ish chotki. Ishga baho beraverasizlar aka-toylar, xudo xolasa. Olib borib uylarga o'rnatib qo'yib beramiz. Mashina narxini bilaman, xudo xolasa. 8 millionga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida olib borib uyingizga o'rnatib beramiz. 8 million so'mga. Xohlasanglar telefon qilib egasidan ham gaplashaverasizlar. Mana. Xo'p, 91 488 8606 akamizning nomeri. Mana bu yoqda ham mashisha akamizning ishi ekan. Aka sofalari bor, xudo xolasa inshaalloh. Ochilish, yopilishlarini ko'ringlar. Matraslar ham zo'r, yumshoqqina. Charchoqni yozdiradi. Sog' bo'linglar. Charchoqda holatda xullas. Mazza qilib, yumshoqqina ishdan keyin damda olib yotgani bo'laveradi. Mana. Ishlar chotki. To'g'risi buni narxini bilmayman-ku, lekin mana bu ishning narxini bilaman. Mana shu ish 8 millionga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar. Xizmat bo'lsa qo'ydaverasizlar.